Hozir bolalar praktik ülüşüne ko'chamiz. Birinchi birim. Narsa ol matritsa, narsa ol ikişerli matritsa. Javob. Sonlardan tizilgan to'g'ri pishmoqli tablitsa matritsa deb ataladi. Nollardan ham biramliklardan turgan matritsa ikişerli matritsa deb yuritiladi. Yaxshi, ikkinchi birim. Ma'lumotni tablitsa bilan beruvning o'ng'ayliklari narsada? Javob. Tablitsa tizilganda ona baritik kullanuvchini qiziqsindirgan ma'lumotlar kiritiladi. Tablitsani yish kullanğanda onlarni anglaw uchun istama sharhlashning keragi yo'q. Uchinchi birim. Uyda yoki maktabda nendek tablitsalar bilan ishlaysiz? Shularga misol keltirigiz. Ularning tipini belgilagiz. Obyekt o'zlik yoki obyekt. Bolalar, sizga o'ngishlar tilayman. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.